Assalomu alaykum aziz birodarlar. Alloh kuninglar xayrli va barakatli qilsin. Nasiya savdoga chiqadigan yuvan mashinamizni sizlarga xarakteristikasini sizlarga hozir bir qator o'qib tanishtirib o'taman. Mana BYD yuvan Smart ichida o'tiribmiz. Xo'p, tanishib chiqamiz. BYD yuvan 401 yuradigan birinchi payda Smart. 2025 bu mashina. Xo'p, 1150 kilometr yuradi. Batareykasi, garantiyasi 150 kilometr, umumiy kafolati. Xo'p, asosiylarni aytib o'tamiz. Keyin oldi tomonida dvigatel bitta 70 kilovat quvvatiga ega, ya'ni 95 ot kuchiga ega. 95 ot kuchiga ega, 180 newton metr quvvati bor. Batareyani zaryadlash va o'zini xarakteristikasi litiy temir fosfat, litiy fosfat deydi, ya'ni железо fosfat. Fine Dreams element ishlab chiqaruvchi. Bled batareya, yangi texnologiya, ya'ni xavfsizlik batareykasi hisoblanadi. Bled batareya deyilgani yangi texnologiya. To'g'ridan to'g'ri sovutish sistemasi bor. Batareyka sig'imi 45, asosiysi mana shu 45 kilovat bo'ladi. 100 kilometrga 12,2 kilovat soatiga 12,2 kilovat xarajat qiladi o'rtachasi. Ma'lumot tezroq zaryadlash quvvati 65 kilovatgacha maksimum oladi. Yarim soat 30 zaryadlash diapazoni 30-80% oralig'ida zaryad qilishingiz kerak bo'ladi. Sekin zaryadlash porti old tomonda, hammasi oldi o'ng tomonda joylashgan. Transmissiyasi ma'lumot beramiz. Elektromobildagi bir pog'onalik, ya'ni skorosti yo'q degani, bitta oldiga, bitta orqaga bo'ladi. Doimiy uzatish nisbati bor. Yurish qismini boshqaruvchi qurilmalar to'g'risida nima beradi? Hadovoy chastlar bo'yicha oldi g'ildirak tortadi, ya'ni oldi tortadi. Oldi tarafda hadovoylar McPherson, orqa tomonda burama nurli deb qo'yiladi. Mustaqil emas, ya'ni balka deyishadi, shunaqa. Rul kuchaytirgich elektr, yuk ko'taruvchi monokok, tormoz va shinalar, shamollatish oldi diskida shamollatadigan disk joy qilingan, oddiy disk. Balonlar 215 ga 65, 16 balon qo'yiladi. Xo'p, uzunligi 4,5 salkam 4,5 metr, 180, kenglik balandligi 1,6, g'ildiragi oralig'i 2 metr, 2,5 metrdan sal oshiqroq ekan oralig'i. Hop, yondash. Yana qaysini aytib o'tamiz? Hop, dinamikasi 0 dan 100 kilometr soatga, ya'ni tezlikka 100 tezligiga chiqish soniyasi 12,9, ya'ni 13 sekund atrofida ekan. Ya'ni undan ham ko'p bo'lishi mumkin, 15 gacha. 50 ga 4,6 debdi. Maksimal tezligi 160. Hop, yana nima kerakli ma'lumotlarni beramiz. Yostiqchalari bor, xavfsizlik yostiqchalari oldida bor, orqada yo'q ekan. Boshqa pardalarda yo'q, tepada. Aktiv tizim ABS bor, EBD bor, tormoz yordamchisi bor, tortish nazorati bor, barqarorlik bor, shina bosimini ko'rsatish bor, u ham kamar ogohlantirish old tomonda. IC-Fix bor, yo'lda chiqish ogohlantirish, yo'lda odam yo mashina chiqsa ogohlantirish bor, faol tormozlash bor, old-orqa to'qnashuv ogohlantirish bor, oldida va orqada to'qnashuv sodir bo'lishi signalizatsiya ogohlantirish bor, video registrator bor. Haydovchi yordamchisi bor, ya'ni bu ADAS bor, ko'rsatkich ma'lumot. Tizimning nomi Diplomat 100 bo'ladi, darajasi 50 ga, to'liq tezlikda ishlaydi, 360 kamera bor, parkovka aqtam masofadan ekan, chip Nvidia bor, nisbatan quvvatli 84 liga, kameralar soni 12 ta, ultra tovush kamera 12 ta. Hop, millimetr radarlar 5 ta bor. Multimedia va uning tizimlar ko'rsatilgan ma'lumot. Markaziy ekran 12,8, mana ekran.
raqamli panel 808 dyum bu. Tizim D-Link, chip BYD D100, internet 5G gacha podдержка qilar ekan, Wi-Fi bor, ovozli yordamchi salon CAD bor ekan. Salon va o'rindiqlar ko'rsatkich bular kerak emas. Ma'lumot dinamik soni bu. Filtr bor ekan, mana PM205 filtri bor, ya'ni havoni tozalagich. Demak, hozirgi tanishtirib o'tgan narsalarimiz nimasida rul bo'lsa, o'ng tomonda biz aytgan nimasi, mana bu adasi, mana mashina polasa ko'rsatadi, mana atrofini skaner qilyapti. Skaner qilib nechta mashina bo'lsa hammasini aytib turaman. Atrofimizda mashina bor. Hozir bu oldidagini ko'rsatmayapti. Hozir odamlar, mana odam bor ekan, mana o'tyapti odam. Mana ketyapti odam. Mana odamni orqa tomondan ko'rsatdi, oldiga o'tganda yo'qotib qo'ydi. Mana endi yana paydo bo'ldi. Mana yana ketyapti. Mana mashina o'tib ketdi. Xullas ishlar ekan, odamlarni ham ko'rsatar ekan. Yaxshi bu jihati. Rulda joylashgan narsalarni aytib o'tamiz. Bu ovozniki bor, multimedia bu tomon ekan. Telefon, mikrofon, multimedia tomoni. Bu cruise control, masofa saqlash, ikkita mashinaning oralig'i. Bu 360 kamera. 360 kamera hammasini ko'rsatadi. Hozir oldi kamera xira tortib qolibdi. Hammasini buni prozrachniy qilsangiz tagi ham ko'rinadi. Mana mashinani osti ham ko'rinadi. Buni yaxshi qilishga mana kolodesni ko'rsatgan o'tiribdi. Reshotka bor, to'g'ri, hammasini ko'rsatar ekan. Oldidagi mashinaning soyasini. Xullas, bu yerda telefon qo'yadigan joy bor, lekin bu zaryadka qilmaydi. Bu o'ng qo'lingizdagi panellar, shu tugmachalar bor, bu ovozniki. Hammasi bu. Bu o'chirish, yoqish tugmasi. Bu mana shu parkovkaniki ekan. Parkovkaniki ekan. Skaner qilyapti mashinalarda parkovka qiladigan joylar. Tak, ichida ko'rsatar ekan. Bonus. Mana shu ekan parkovka. Mana bu yerga parkovka qil desangiz, olib borib turib parkovka qilar ekan, joyiga qo'yib turib. 请踩住刹车，点击开始 Joylarni 泊 qo'y, 入， hammasini 请选择你想泊入的车 mana 位。 qiyshiq. Bu yerda uklonlarni ko'rsatar ekan. Demak, bu ishlaydigan, men hozir ishlatib ko'rmaymiz. Bu tor joyda turibmiz. Xo'p, keng joyga gap chiqqanda buni ko'ramiz. Asosan hozir salonlarni ko'ramiz. Multimedia, tezligi. Bunisi yaxshi. Salonni ichi issiqlik. Bizga asosan konditsioner bilan qo'lda hammasi sensorli ishlayapti. Bunisi haroratni pasaytirish, ikki tomonlama, ikkita taraf ekan, o'ng chap. Buni ajratib olsa ham bo'ladi. Bu tomonda odam bo'lmasa, konditsionerlarni boshqarsa bo'ladi. Bu ya'ni bakovoylar isishi bor, qishki bor, sovuq nimasi bor. Xullas, pechkani ko'tarib qo'yamiz. Xo'p, bu barini ochamiz. Barini kengligi shu. Bardachok. Bu oldi passajir o'rindig'ida joylashuvi. Kozirok bor. Mana oynaligi bilan. Bunda sensorli bo'lishi kerak. O'zi o'chib yonadigan oyna. Bunda ham bor ekan kozirok. Kolonkalar, mikrofon bo'lishi kerak. Orqa tomon. Xo'sh, yana asosiysi mana ko'rinib turibdi.
Bu tomondan ko'rsatay. Buni USB Type-C va bitta flashga tushadigan joyi перекрутер. Shuna qilinglar. Bor. O'rindiqlarni hozir ko'rsatib, o'ng qo'lda buni ko'rsataymi? Chap qo'ldagi panellar ko'rsatamiz. Bu blokirovka oynalar. O'ng tomon tarafdagi orqa, oldi, chap tomondagi oldi va orqa oyna, ochish, eshik yopish, blokirovka. Blokirovka emas, bu bokovoylar oynaniki. Eshikni ochish ruchkasi shu yerda joylashgan. Deflektorlar ikki chekkada bor. Tepada bitta kolonka, deflektor, mana bu yerda deflektor va pastdan ham mana oyoqdan ham chiqadigan bar yaxshi isitadi. Hop, sideniyamiz mexanический. Bu orqa tarafdagi. Bu yonsa kerak, adashmasam yonadi. Karmashka bor. Orqa sideniyaga chiqamiz. Bismillah. Chiqdik, o'tirdik. Bosh qism ancha baland. Tepada bu sensorli nimamiz bor. Karmashka bor. Bu yerda baklashga qo'yadigan, stakan qo'yadigan joy bor. Type-C USB bor, bitta deflektor va oyoq tagidan alohida bu yerda issiqlik chiqadigan pastdan ham deflektor bor. Xo'p, o'rtada bu sideniya bor, lekin terlamaydigan performli deb qo'yadi, ya'ni teshik havo o'tadigan sideniya, ikki chekkasi. Hop, ruchkalari chiroyli qilingan. Qo'yani bagaj ekan, bagajga o'tamiz hozir. O'rtada eng qizig'i nima yo'q. Tekis ekan, pol hisobda 1-2-50 sm oraliq bo'sh joy bor. Bemalol mana oyoq qo'ysangiz tizzalar ham tegniydi. Men 180 bo'yim bo'lsa, o'rtacha hisoblansam bu bo'y balandlarga ham 2 metrlikka sal nimaroq bo'ladi. Tizzalari shu yergacha kelib qolsa ham, lekin katta odamlarga ham mos, yaxshi, keng, ichi keng mashina. Mana oldi ko'rinishini orqadan ko'rsatib o'taman. Bu shofyor tomon. Mana shofyorlar, haydovchilarga qulaylik jihati rul tushib chiqishi bor edi. Hozir ko'rsatmayapman. Tepaga pastga, o'ngga chapga, tepaga pastga va yuqoriga, xullas 4 tarafga bor. Rulda regirovkasi bor. Buni qilsa bo'ladi. Bu yerda kruchogi bor ekan. Sho'gichlari bor. Faqat shofyorda bo'lmaydi. Bu tomonda bo'ladi. Hop, endi bagaj qismini ham ko'rsatib o'taman. Bagaj qismi. Mana nomer taqilgan tayyor u bo'ladi bizda. Bagaj qismida mana kovrik billa bo'ladi. Shu narsalar billa bo'ladi. Zaryadchik, bu kley, xalat, ogohlantirish, mana bu ham 3 burchak qizil. Bu nimani oladigan, oldi balonlarni qatirganda gaykasini shpilka tortib chiqaradi. Bu ikkita dvornik billa bo'ladi. Bagajga hisobda bir 200 litr nima bor. Agar yotkizilsa, yotkizib ko'ramiz. Tekis bo'ladimi yo'qmi ko'ramiz hozir. Hop, tekisligi juda tekis bo'lmaydi. Mana shu yerda sal tepaga qarab yo'nalish bo'lar ekan, lekin tog'larga borib dam olmoqchi bo'lganlarga, ozgina yosh bolalarga joy bo'lsa bo'ladi. Adyal, matrasni tashlab turib yotsa bo'ladigan holat. Bemalol nima, ya'ni yuk solsa
Xo'p, yuksaganda bitta холодильник sig'adi. To'rtburchak холодильник balandligi baland. To'rtburchak tushadi. Yukka ham gabarit yaxshi. Xo'p. Atrofida balonlari 215-65 16lik balon, orqasi ham. Bu ham o'sha 215-65 16. Xo'p, kameralarni ko'ryapsiz. Zaryadka qiladigan bu kichkina uyda sharoitida 3 kilovatdan bunisi 380 da ko'chalarda zaryadka qilinadi. 45 kilovat bo'lsa, uyda 45 mingga tushadi, ko'chada 2000 dan bo'lsa 90 mingga tushadi. 90 mingda 400 yurasiz. Xo'p. Kameralar soni 12 ta dedik, bitta. Mana 2 ta. Mana 3 ta. Mana o'ng tomon bir tarafda hozir 3 ta kamera bor. Oldida kamera mana bitta. Bular tepada mana 3 ta. 3 ta bor. 3 ta kamera. 3 ta kamera bu. Tak, bunda ham mana 3 ta kamera. NFC'lar bor. Bu bor. Orqani kamerasini ko'rib qo'yamiz. Shu o'zi ochilib yopilmaydigan ekan. Orqa kamera bitta. Demak, oldi ikkita ekan mana adashdik. 1 2. Ikkita kamera. 3 ta bo'lsa 6 o'ng tomonda 3 ta kamera bor, bu tomonda 3 ta kamera, bu tomonda 3 ta kamera, 6 ta, tepada 3 ta, 4 ta. Xo'p, 10 ta. Orqada 2 ta bilan 12 ta bo'ldi. Xo'p, buni nimani ko'rib turibsizlar? Demak, yonboshdan o'tayotgan mashinani ogohlantirishi bor. Zerkalkada ko'rayotgan o 3 burchak nuqta sari yonib o'chadi. Bu tomonda ham o'sha. Mana o'sha yonib o'chadigan ko'rinyaptimi? Mana o'sha 3 burchak. O'shalar slepoy zonada mashina kelsa yonib o'chadi. Mana bu yerda lipistoklar bor ekan. Nimanikigin ko'rmayapmiz, ishlatib. Bu tomonga bosilar ekan. Mana qaranglar. Bu tomonga bosilar ekan. Bitta xolos. Lipistok nimanikiligini bilmadim. Bilganlar bo'lsa kommentariyaga yozib yuborasizlar. Bu ham bitta funksiyasi ekan. Hozir yozib chiqyapti xitoycha. Eng qiziqarlisi adaptivniy fara ham bor ekan. Dalniyni yoqib olsangiz bemalol bo'ladi. Adaptivniy fara, ya'ni uzoqdan kelayotgan mashinalarda o'zi pastga tushirib ko'tarib oladi. Eng qiziqarlisi deganim, buni ruschasi yo'q ekan, faqat xitoycha. Xitoycha ekan. Приложениялari bor. Buni yuklasa bo'lsa kerak. BYDga yuklangan, bunga ham yuklanadi. Android sistema bo'lsa tushishi kerak. Mana bu sistemalarda ishlasa YouTube nimalar bo'lishi kerak. Sistemada hozir buni faqat xitoy tilida ekan. Xitoy boshqa tili yo'q ekan. Demak, buni pрошивка qilsa bo'lsa kerak. Lekin Bluetooth profil ulanasi bor. Buni mana diplot, yo'l polasi, mana yo'l polasalari ham bor ekan. Ya'ni поворотda yaxsa o'ng tomonga o'tsa kerak. Mana ular funksiyalari. Diplotda haydovchiga yordamchi. Uni yoqib o'chirib, funksiyalarini yoqib o'chirib olsa bo'ladi. Ya'ni переводчик bor, Googledan shu bilan shu orqali bu nastroykalarni to'g'rilab olsa bo'ladi. Muammo yo'q. Faqat ham tillari ozgina nima qiladi. Shu ikonka orqali boshqariladi. Soatlari. Konditsioner. Xullas bu funksiyalar. Tepadan tushirganda ko'ramiz, qaranglar. Bu yerda Wi-Fi bor ekan, ovoz,
tochka dostup bor ekan. Bu funksiyalari ham bor ekan. Mana o'zgaryapti yozuv. Demak, bu ekonomichniy xodovoyni nimasini o'zgartiradi deyapti. Uni tarjimasini bilmadim. Qandaydir bir funksiya. Bu tepalidan tushayotganda funksiyasi, bu qishda sig'inmaslik funksiyasi, kamera, lokasiya 5G. Bu kartinkalar. Telegram deb, bu ko'rsatar ekan qayerda yurganingizni. Xarita ekan xullas. Xarita bu telefoningiz bo'lishi kerak, ulanishadigan. Soat, xullas funksiyalari ko'p. Tushungan odam o'zlashtirib olsa bo'ladi. Proshifka qilsa bo'ladi, albatta, hozir qiladiganlar bor. Xo'p, yuvanab yaxshi. Rulni ham bir ko'rsatib ketay. Rulni hali ko'rsatmadim. Pastga, tepaga o'zingizga moslab olasiz. Faqat bu elektr emas ekan. Mana nima sideni ham tortib o'zimizni nimalardan ko'rishga, mana u ko'tarishga. Yonboshga mana usi bor. Buni tushirib chiqaradi. Shu elektr paket emas ekan bu. Bu tomonda erinda deymiz. Bu tomonda yomg'ir fari, bu tomonda mana o'zi nima ekan? Dvorniydik ekan bu. Bu yerda yana knopkachalari bor. Bu yomg'irda suvni tezligini ko'paytirib ozaytiradigani, bu faraniki. Dalniy bilinishni qilib bergani. Xullas, men sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Mashinani bu yerlari yaxshi. Endi puliga yarasha 21 ming naqd pulga, 21 mingga. Nasiya savdoga 3 yilgacha Telegramimizda kanal bor. O'sha yerda aytib o'tilinadi. Ya'ni qisqacha ham shu YouTube'da aytib o'tamiz. Nasiya savdoga bu mashina 29500 qilib beriladi. Ya'ni bu mashina 3 yilga 29500. Nasiya savdoga, naqdga 21 ming. Xo'p, endi 29500 dan qanchasini bersangiz, qolgan ostatkasini 36 oyga bo'linadi. Misol uchun kimdir eng kami minimum 4200 beriladi. 4200 beriladi, u yog'i hisoblanadi. $747 dan to'g'ri keladi, adashmasam shunaqa. Xo'p, agar ko'proq to'layman desangiz, 10 ming to'lansa, 29500 dan 10 ming to'lansa, 19500 qoladi. Shu 19500 ni 36 oyga bo'lib berasizlar. Tushuntira oldimmi? Shu bilan keyin u to'lanadi. Endi shartlariga kelsak, shartlari mana bu firma, mana XXF Avto, bu Xitoylarga. Mana bu nomerlari ham turibdi. Xo'p, menga telefon qilasizlarmi, o'ziga telefon qilasizlarmi? Nima qilsanglar bo'laveradi. Xo'p, shartlari, shartnoma tuziladi, mashinalar eng qimmat sug'urtaga qo'yiladi, firmaning nomida turadi mashina to uzilib bo'lguncha, keyin nomingizga o'tadi. Keyin sotuvni taqiqlab qo'yiladi. O'zlari ham sotolmaydi, siz ham sotolmaydigan qilib taqiqlab qo'yadi. Ya'ni o'zi sotolmaydi. Shart kafolatini beradi, to uzgunizcha mashinani hech bir nima qilmaslik shartini beradi. Kafolat beradi, dokument qilinadi. Hozir bundan oldingi mashinalar xonchilar bo'lgan. Xonchilarda 1 yildan oshdi, 2 yil bo'lib qoldi. Bu firma xonchi, mana rasmlarni ham boshida shundan boshlashgan. Xonchida ko'proq sotishdi. Mana 26-yilda yanvaridan Yuvanabga boshlandi. Hozir xonchi tugagan. Ya'ni taksiga olib minadiganlar ko'proq olib minishdi. Xonchida olib minishyapti. Birortasiga hali mashinasini muammo tug'ilgani yo'q. Ya'ni bu firma tomonidan, haydovchilar tomonidan ba'zilari bo'lib turibdi, uzolmaganlari, boshqa sharoit har xil bo'lganlari, ular mashinasini qaytarib olib kelib, o'sha shartnomada ko'rsatilgani bo'yicha nima qilinadi? Mashinani qaytarib olinadi.
bular o'zlari biladi, shartnomasida kelsangiz u o'zlari ko'rsatib tushuntiradi. Xo'p, telefonlarimiz 92lik 010 69 26 telefon qilsanglar, ismim Jasur. Telefon qilaverasizlar, bemalol. Bu mashinadan tashqari yana boshqa mashinalar ham bor. Hozir sizlarga men Alloh qodir qilgancha ko'rsatib o'tishga harakat qildim. Kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz. Biz professional holatda emas, faqat shu sizlarga foydasi tegsin degan ma'lumotlar yetkazishga harakat qilamiz. Xo'p, e'tiboringlar uchun rahmat. Telefoninglarni kutib qolamiz. Assalomu alaykum.